tomoshabinlarimiz, fuqarolar, obyektivning navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi sonimizda intellektual mulk huquqining himoyasi borasidagi masalaga to'xtalish uchun mavzu tanlaganmiz. Ruxsatlaringiz bilan bugungi mavzu doirasida chaqirgan ekspertlarimiz bilan tanishtirib o'tsak. Bekzod aka Ro'ziyev, Adliya vazirligi intellektual mulkni huquqiy himoya qilish boshqarmasi boshlig'i. Sherzod aka O'tkirxo'jayev, Seto advokatlik firmasi advokati, patent vakili, ham mediator. Xush kelibsizlar. Rahmat, assalomu alaykum. Bugungi mavzu doirasida bevosita endi birinchi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Bekzod aka shu kontrafaktsiz oy o'zi nimaga qaratilgan bu oylik va bu o'sha doimiyligi, uning natijadorligi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Har yili mamlakatimizda kontrafaktsiz oylik o'tkaziladi. Ushbu oylikning asosiy maqsadi bu intellektual mulk huquqiga rioya qilish, aholida kontrafaktga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish hisoblanadi. Oylik asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, soliq, bojxona organlari va qolaversa ushbu sohadagi mutasaddi vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ishlar amalga oshiriladi. Hamkorlikni amalga oshirishda chora-tadbir rejasi tasdiqlanadi. Ushbu chora-tadbirlar rejasiga asosan bir qator tadbirlarni amalga oshiramiz. Xususan bozorlarda o'rganish, kontrafakt mahsulotlarni aniqlash bo'yicha hamkorlikda tadbirlar o'tkaziladi. Xususan yil boshidan jami 757 ta intellektual mulk obyektlarining huquqlari himoya qilindi. Xususan bu 229 ta tadbirkorlik subyektlariga kontrafakt mahsulotlarni oldini olish bo'yicha majburiy bo'lgan taqdimnoma kiritildi. Bundan tashqari 60 ta ogohnoma, kontrafakt mahsulotlarini sotayotgan jismoniy shaxslarga 41 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnomalar rasmiylashtirib sudlarga yuborildi va sudlar tomonidan 56 million ma'muriy jazo qo'llanildi. Shu bilan birga kontrafakt mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan yuridik shaxslarga nisbatan 8 ta moliyaviy jarima qo'llanilib, 375 million moliyaviy jarima qo'llanildi. Bundan tashqari yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bojxona iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqand viloyati Samarqand TIV bojxona postida bojxona organlari bilan hamkorlikda 62 millionlik jami 2000 dan ortiq alkogolsiz ichimliklarda kontrafakt mahsulotlari aniqlandi. Bu bojxona kuzatuvi jarayonida, bojxona ko'rigi jarayonida aniqlandi va bunday mahsulotlarni chiqib ketilishi O'zbekiston Respublikasiga kirib kelishi oldin olindi. Bundan tashqari kontrafaktsiz oylikning yana bir asosiy maqsadi bu huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish emas, balki huquqbuzarlikni oldini olish uchun profilaktik hamda targ'ibot ishlarini amalga oshirish. Endi asosiy maqsad ularni javobgarlikka tortish masalasi emas. Endi nimadir bir tomondan aytadigan bo'lsangiz, ko'plari tadbirkorlar. Xuddi shunday. Ko'pi huquqiy madaniyat yetarlicha bo'lmaganligi uchun, shu normalarni bilmaganligi uchun mana shu oylikda endi bu tadbirlar doimiy amalga oshiriladi. Bu oylikda bu kuchaytirilganda, asosiy bundagi asosiy urg'u profilaktikada. Ya'ni targ'ibot tashviqot, ularga tushuntirish, hamma o'sha hozir sanab o'tganingizda ham birinchi targ'ibotni, tashviqotni, taqdimnoma deymiz, ogohnoma deymiz. Bular hammasi o'sha oldini olishga qaratilgan. Keyin bo'lmasa agar undan keyingi holatni sanab o'tsa adashmasa, keyin ma'muriy javobgarlik, moliyaviy jarima. Va bu o'rinda o'sha kontrafakt tovarlar ham olib qo'yiladi. Qonunchilikka asosan tadbirkorlik subyektlariga taqdimnoma kiritamiz. Taqdimnomaga asosan shu aniqlangan kontrafakt mahsulotlardagi shu etiketkalarda ishlatilgan shu tovar belgilarini, ya'ni intellektual mulk obyektlarini yo'q qilib tashlash majburiyati yuklatiladi. Ya'ni taqdimnoma belgisi, o'xshash belgisi, emblemasi, etiketkasi, korobkasi. O'zini qanaqa bo'ladi unda? Agar etiketkani olib tashlash imkoni bo'lmasa, misol uchun bir tovarga o'yib yozilgan bo'lsa, undan olib tashlash imkoni bo'lmasa, bu mahsulotlar yo'q qilinadi. Ya'ni taqdimnoma kiritiladi. Taqdimnomaga 30 kun muhlat beriladi tadbirkorlik subyektiga uni olib tashlash. Agar 30 kun muddat ichida, ya'ni huquqbuzar deylik, shu huquqbuzar tomonidan ushbu xatti-harakatlar amalga oshirilmasa, adliya organlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va sudlarga yuboriladi. Sudlar orqali majburiy tarzda qaror chiqarib, bunday kontrafakt mahsulotlarni yo'q qilish yoki olib qo'yish yoki davlat foydasiga voz kechish qarori chiqariladi. Umumiy qisqacha aytsak, kontrafaktni o'zi kontrafakt deganda nima u o'sha oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak? Asosan biza ko'p ko'radigan holat bu kontrafakt mahsulotlarini yoki xorijdan olib
kelib O'zbekistonda sotish yoki O'zbekistonni o'zida ishlab chiqarib sotish bo'ladi va hamda ularning brendlaridan noqonuniy tarzda foydalanish. Masalan, do'konning peshlavhasida, do'konning nomida. Ta'kidlash joizki, brendni mashhur qilish bu oson ish emas. Ya'ni bunga ham pul mablag' va asosiysi vaqt sarflash kerak bo'ladi va yangi brend yaralganda u mashhur bo'lishiga hech kim kafolat bermaydi. Ya'ni 10 ta brenddan balki bittasi mashhur bo'lib ketishi mumkin. Mashhur bo'lib ketgandan keyin undan noqonuniy tarzda foydalanish holati na qonun tomonidan, na adolat nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni brend egasi pul sarfladi, vaqt sarfladi, shuncha odam inson resurslarini sarflab turib mashhur qilgandan keyin u ishlash noto'g'ri. Shunga biz kontrafактga qarshi kurashda adliya organlari bilan ishlaymiz. Hozirda bilamizki, adliya organlarida intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni buzishga qarshi chora ko'rish vakolati bor va ariza berish orqali shu kontrafaktni olib kelganmi, import qilib yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilganmi, shuni to'xtatish bo'yicha ariza beramiz. Ko'p holatda shu ariza bilan muammo hal bo'ladi, lekin amaliyotda ashaddiy huquqbuzarlar ham bor. Ya'ni o'zi shu huquq intellektual mulk obyektlarini noqonuniy ishlatishni o'zini retsidivistlarda modeliga, biznes modeliga aylantirib olgan tadbirkor subyektlari ham bor. To siz uni sudga berib, sud qarori chiqib, keyin apellyatsiya bor, oliy sud bor. O'sha jarayongacha qilaveradi o'sha ishni. Instansiyadan o'tkazishcha pulni qilib bo'ladi-da, keyin aytadi, bo'ldi, men buni endi to'xtatdim. Endi boshqa harfni o'zgartiraman deydi. Keyin yana boshidan. Bunday ashaddiy huquqbuzarlarga qarshi biz albatta sud orqali chora ko'ramiz. Mol achchig'i jon achchig'ida ko'proq o'sha cho'ntagida zarar qilsa, keyin to'g'ri ishlashni boshlaydi-da. Lekin u sizda bitta harfingizni o'zgartirgandan keyin yana o'sha narsani takrorlab, yana foydasini olib, jarimani to'lab qo'ysa agar, u bu borada qanaqadir hamkorlikda qilinayotgan ishlarni uni oldini olish, faqatgina javobgarlik bilan hal qilib bo'lmaydi-ku bu narsani. Jarimani to'laydi, boradi, siz aytganingizdek boshqa harfni almashtiradi, yana o'sha ishni qiladi. Buni bir huquq vakili sifatida ma'naviy zarar degan narsa ham bor-ku. O'sha bilan hal qilish choralari ham ko'rilganmi? To'g'ri savol. Biz intellektual mulk sohasida 10 yildan ko'p ishlaymiz. Oxirgi adashmasam 5 yil ichida o'zgarishlar ko'p. Aynan intellektual mulk himoyasida. Bizda Fuqarolik kodeksida 14-modda bor. U yerda aytganki, huquqbuzarlik natijasida huquqbuzar daromad ko'rsa, huquqi buzilgan shaxs, ya'ni huquq egasi, shu daromad summasi boy berilgan foyda, yo'qotilgan boy berilgan foyda. Da. Fuqarolik kodeksida bu hammasi yozilgan, lekin sud amaliyotida sal boshqacha yondashuv bor. Biz bilamizki, sud ishtirokchisi, ya'ni har bir tomon o'zining e'tirozlarini keltirib berish kerak. Ya'ni nima qilish kerak? Unda hujjat bo'lish kerakki, huquqbuzar falon summa daromad ko'rdi. Shu summa mening boy berilgan foydam deb sudga iltimos qilib, u pulni undirishga haqqi bor. Isbotlab berish. Lekin isbotlab berish kerak. Lekin biz bilamizki, huquqbuzarlarda nima deydi? Huquqbuzar u boshidan biladi bu ish noto'g'riligini, javobgarligini biladi. Nimaga olib kelishini bilib turib, meni fikrim bo'yicha boshidan shu daromadni ham noqonuniy yo'l bilan qilishga harakat qilsa kerak. Ya'ni hisob fakturada tovar nomini yozmaydi yoki-da naqdga sotishi mumkin. Va bu o'sha hali zararni undirishni qiyinlashtiradi. Boy berilgan foydani hisoblashni o'zi qiyin bo'lar ekanda. Ha, haliga hujjat yo'q bo'lgandan keyin qaysi summani undirish kerak degan savol bo'ladi. Bu savol ham huquq egalarini, ham sudni ham qiynab kelyapti. Hozirda oxirgi o'zgarishlardan bittasi zararni qoplashni o'rniga tovon pulini talab qilish imkoniyati bor. U yerda nima deb yozilgan? Keltirilgan zarar faktidan qat'iy nazar. Zarar bormi, yo'qmi? 20 BXMdan 1000 BXMgacha, ya'ni 375 million so'mgacha tovon pulni undirish imkoniyati hozir bor. Sudlarda endi buni hozir ishlatib kelmoqdamiz. Pretsedentlar bor va
menimcha shu kelgusida shu yo'nalishdan ketish to'g'ri bo'ladi. Endi siz aytganingiz bo'yicha endi uni ham sizlar o'sha amalga kontrafakt tovarning aylanmasi amalga oshirilgan davr, miqdor, ularni hisoblab chiqib, sud tomonidan hal qilinadigan narsa oxirida Oxirgi summa sud o'sha qancha baravardagi tovon pulini to'lash masalasini sudda berilgan endi huquq vakillari tomonidan Adliya vazirligi aniqlangan holatlar bo'yicha bergan ma'lumotlar asosida chiqarar ekan. Shunaqa, lekin eng asosiysi u yerda yozib qo'yilganki, keltirilgan zarar miqdoridan qat'iy nazar. Ya'ni yo'q deganda 20 BXM 7,5 million shtraf, ya'ni jarima unga qo'yiladi. O'zingiz aytganingizdagi achishmasa davom ettiradi bu narsa. Mayli, masalan, Endi bu tovon puli jarima sifatida qanaqa huquq egasiga beriladi? Ha. Jarima bor, davlat byudjetiga tushadigan bor. Bu bo'lsa aynan tovon puli undiriladi huquq egasini foydasiga. Endi bitta narsada kontrafakt degan narsa umumiy aytganda o'sha boshqa bir mashhur brend, o'zini o'rniga ega, bozorga ega bo'lgan qaysidir tovar, mulk va mana shu shunga aynan uni umumiyatga identichni qilib, o'xshatib, hech qanday harakat qilmasdan foyda olishga qaratilgan harakatlar. Faqatgina bu yoqda mulk egasining huquqi buzilishi emas-da, ikkinchi taraf aholi iste'molchilarining huquqi bilan birga sog'lig'i, hayotiga bo'lgan xavf masalalari. Bu borada javobgarlik qanaqa boshqacha belgilanadimi? Choralar, bu holatdan aniqlash masalalari qanaqa bo'ladi? O'rganishlar, undan keyin aniqlangan tovarlarni tekshirish masalalari bu borada ham bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Aniqlanayotgan kontrafakt mahsulotlarni 40% asosan oziq-ovqat mahsulotlariga to'g'ri keladi. Bu ko'proq shirinlik. Mana misol tariqasida olib qaraydigan bo'lsak, o'sha taniqli bo'lgan Snickers, Bounty, KitKat kabi shirinliklarni, shu shokoladlarni shularga o'xshatib chiqarish holatlari juda ko'p. Misol uchun oddiy bir Snickersni oddiy bir harfini o'zgartirib Snickers, Bounty'ni Bounty qilib ko'rinishlarini iste'molchini chalg'itish darajasida, yana yuqorida Sherzod aka aytib o'tgandek, asosiy maqsad foyda olish. O'zi yangi brend yaratishni, yangi tovar belgisini, intellektual mulk obyektini bir turi bo'lgan yangi tovar belgisini yaratishni xohlamaydi. Yoki bir fantaziya yetmaydimi, yoki bir o'zini xohish niyati yo'qmi? Mablag' sarflash, reklamani xohlamaydi. Balki tayyor bor-ku. Tayyorini oladida, shu tayyorida birdan tam yana bir joyi bor bu huquqbuzarlikda. Birga bir ko'chirmaydi, birga bir ko'chirish holatlari ham bor. Bir dona harfini o'zgartirib qo'ysam bo'ldi, o'xshamaydi deb o'ylaydi. Mana yuqorida siz ham aytib o'tdingiz, kontrafakt o'zi bu tovar belgisi, ya'ni davlat ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgisi bilan boshqa belgini, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan belgini iste'molchini chalg'itib yuborish darajasida o'xshash yoki aynan o'xshash. O'sha kontrafaktni o'zi bitta tushuntirsak, qanchalik darajada farqlanish kerak kontrafakt bo'lmasligi uchun. Va o'sha ikkinchi masala boshidan bir to'xtaldik, aynan shirinlik anaqalarida. O'sha etiketkasimi, emblemasini o'shani buzib olgandan keyin yana o'sha pechenye bo'ladimi, shirinlik, shokolad bo'ladi, u tadbirkorga qaytarib beriladi, mahsulotni o'zi. O'sha ikkita narsaga bir to'xtalsak. Amaliyotda biz ko'p eshitganmizki, tadbirkorlardan 3 ta harfni o'zgartirsam bo'ldi-yu. Qattandir shunaqa o'tirib qolganda yanaqada. Shunaqa tushuncha bor. Mana 3 ta harfni o'zgartirdim. Qattiq ham yumshoq qildim, ani oq qildim. Shunga o'xshagan narsalar. O'xshashlikda 3 ta jihati bor. Talaffuzda o'xshashlik, Fonetika. ya'ni fonetika, tashqi ko'rinishda o'xshashlik va ma'no jihatidan o'xshashlik. Katta brendlar, brend egalari ular faqat nomga emas, brendning har bitta alohida elementini tovar belgisi qilib ro'yxatdan o'tkazadi. Chunki u biladiki, ertaga balki nomni o'zgartirar, lekin o'sha qoplonni ishlatar. Siz advokatda, sen bitta shodan sizda ikkita holat borda, aniq bo'ldi, shu kontrafakt asoslarini isbotlab beradigan holatingiz bor. Va siz aytganingizdek 3 ta harf o'zgartirdi, bu yog'ini sudda tortishadigan masala borda. Aynan shu bo'ldi, mana shu kontrafakt, mana shu chegarasi, mana shu 3 ta mezonni bir sanab o'tdingiz-ku. Shu emblemasi o'xshamasligi kerak. Harf masalasi bo'lsa, yana bitta qaysini aytdingiz? Ma'nosi. Ma'no jihatdan. U qanaqa endi? Ma'no jihatdan masalan olib qarasak, Apple'ni hamma bilamiz.
Apple'ga. Masalan, tadbirkor men Apple emas, olma deb brendlayman, men ham o'sha Xitoydan telefonni olib kelib, olma deb yozib qo'yib sotaman deb chalg'amaslik kerak-da. Bu yerda Apple bilan olma semantik jihatdan, ma'no jihatdan bitta narsa. Mazmun bir xil. Mazmun bir xilda. Bundoq qarab, Apple O'zbekistonni ochibdi degan xayolga kimdir ketishi mumkin. Qonun bizga nima deydi? Chalg'itishga mumkin bo'lgan. Chalg'ituvchi emas, chalg'ita oladigan. Agarda brend bo'lib qolsa, huquq egasi etishi mumkin. Mayli, hozir sen chalg'itmayapsan, lekin ertaga shunga olib kelishing mumkin-ku. Men pul sarflab qo'ydim, brendimni himoyalab qo'ydim. Bunaqa qilmagan, nima deydi, meni huquqimni buzmagan deb oldindan o'sha da'vo arizasi sudda hal bo'ladi masala. Endi o'zaro hal bo'ladi, agar o'zi bilib, huquqini, shu majburiyatini bilib orqaga qaytishni qilmasa, sud bilan masala hal bo'ladi. Qo'shimcha qilmoqchi edim shu yerda Hayot aka. Mana Sherzod aka aytib o'tganlaridek, ya'ni bir narsa borda, iste'molchini chalg'itish kerak. Qonunchilikda ma'lum bir foizlar, sonlarda ko'rsatilmagan. Bu ya'ni qonunchilikda aniq ko'rsatib o'tilgan tovar belgilari to'g'risidagi qonunning 26-moddasida iste'molchini chalg'itish darajasida aynan o'xshash yoki adashtirib yuborish darajasida o'xshash. Aynan o'xshash degani bu birga bir. Ya'ni Pumani huquq egasini ruxsatisiz mahsulotda foydalandi. Bir xil qilib. Lekin adashtirib yuborish darajasi deganda boya aytib o'tganimdek bir harfni boshqacha qilib o'zgartirishi, misol uchun o'rtadagi u harfini v qilib qo'yishi yoki m ni o'rniga ikkita Pumma qilib yozib qo'yishi, qoplonni oq qilishi, xuddi shunaqa holatlar. Bu iste'molchini adashtirib yuborish darajasida chalg'itish bo'ladi-da. Shu holatlari bor. Ya'ni yaqinda bir qiziqarli bir holat, kontrafaktsiz oyligi davomida tadbirchi o'rganish o'tkazayotganimizda bir Farg'onada bir kiyim-kechak ishlab chiqarish sexiga kirdik. Bu yerda shunaqa holat, mana Puma belgisini kiyimga qo'yib ishlab chiqaryapti. Biz bunga tushuntirdik, bu mumkin emas. Nima deganinglar? Men tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tganman deydi. Soliqni to'layapman deydi. 100 tadan oshu 200 ta xodimim bor meni deydi. Men qanaqa huquqbuzarman deydi. Biz tushuntirdik. Puma bu tovar belgisi, bu mulk. Buni kimdir ro'yxatdan o'tkazgan. Bu ma'lum bir shaxs bunga pul to'lab, soliq to'lab, guvohnoma olib, tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazib, butun dunyoga mashhur qilgan. Bu ham mulk. Nomoddiy bo'lsa ham mulk mulk hisoblanadi, bu nomoddiy mulk hisoblanadi. Bundan huquq egasining ruxsati bilan foydalanish kerak deb tushuntirsak, ular oddiy birda osmon uzilib yerga tushdimi, oddiy bir kichkina brendni kiyimga qo'yib qo'ysam nima bo'libdi? Men bunaqa katta og'ir jinoyat qilayotganim yo'q. O'g'irlik qilayotganim yo'q deydi. Bu o'g'irlikdir. Bu o'g'irlik bilan bir xil. Bizda ya'ni insonlarda hozir ishlab chiqarishda aholida huquqiy madaniyat u darajada rivojlanmagan. To'g'ri, tushunadiganlar bor bu narsani, hozir sekin-sekin rivojlanyapti, shartnomalar yo'lga qo'yilyapti, lekin bu darajada hali buni bir katta bir huquqbuzarlik deb tushunmayapti aholi. Lekin shuni o'zida ham mana oldingi holat, ya'ni bir 7-8 yil oldingini mana olsak, oldin qanaqa bo'lardi? Mahalliy tadbirkorlar asosan chet el brendlarini o'sha noqonuniy ishlatib yoki ishlab chiqarardi yoki import qilib sotardi. Oxirgi 4-5 yilda ko'ryapmizki, mahalliy tadbirkor boshqa mahalliy tadbirkor brendini olib turib, uni o'zi qalbakilashtiryapti. Ya'ni huquqiy ong bu sohada o'syapti sekin-sekin. Endi bunga ozgina vaqt kerak. Insonning hayotiga, sog'lig'iga zarar masalasi bor. To'g'ri. Shu 40% oziq-ovqatlarda uchraydigan bo'lsa, keyingi bir 27%larimiz 30 ga yaqin foizi bu gigiyenik vositalar. Misol uchun shampun deymiz ham bo'lsin, kosmetika vositalari juda ko'p kontrafakt bo'ladigani bu Cristiano Ronaldoning rasmi tushirilgan Clear degan shampun bor. U ehtiyoj yaxshi bo'lsa kerak bozorda. Aynan shuni kontrafakti juda ko'p. Misol uchun K so'zini Clear qilib qo'yishadi, bitta harfini o'zgartirib, lekin o'sha ko'k idishdan foydalanishadi. Keyingisi bu achinarli hol, bu dori vositalari, farmatsevtika vositalarida juda ham ko'p uchraydi. Bu holatlarda Loraben degan tovar belgisidan noqonuniy foydalanish, Smekda bo'ldi, Bisiptol. Bu ya'ni nafaqat kontrafaktda bir og'iz bir so'zni shu ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgisini noqonuniy ishlatib huquq egasiga zarar yetkazishi. Buni oqibatida
inson sog'liq salomatligiga ham zarar yetkazishi mumkin. Bilmaymiz qanday holatda kim tayyorlab chiqarayotganligini. Shu sababli inson sog'lig'iga zarar yetkazish ehtimoli juda katta va shundan kelib chiqqan holda qonunchilik o'zgartirish kiritilgan hozirgi kunda. Ya'ni dori vositalari ro'yxatdan o'tkazish jarayonida, ma'lum bir nomni tanlayotganda ro'yxatdan o'tkazish jarayonida u kontrafakt, ya'ni intellektual mulk huquqiga rioya qilinayotganligini farmatsevtika agentligi tomonidan tekshiriladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PP 221 sonli qarorida belgilab o'tilgan. Tekshirish qanday amalga oshiriladi? Milliy baza bor. Bazamizda ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgilarini nomi turadi va xalqaro Madrid sistemasi bor. Madrid tizimi butun dunyoda ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgilar. Shu orqali solishtiriladi. Agar farm agentligi tomonidan bu qiyinchiliklar vujudga keladigan bo'lsa, hamkorlikda adliya organ bilan qilinadi. Bu ya'ni kontrafakt mahsulotni ro'yxatdan o'tkazishni oldini olinadi. Va shu u birinchi navbatda shu ishlab chiqarilayotgan dori vositasi inson sog'liq salomatligiga zarar emasligiga o'rganish jarayonida kontrafaktga ham qarshi kurashiladi shu jarayonda. Kontrafakt mahsulotni ishlab chiqaruvchi bor, sotuvchi bor. Ya'ni ulgurji, chakana degan narsalar. Endi mana bilamiz, nazorat xaridi, reydlar degan narsa bor. Bu holatlar endi ikkita holat. Ishlab chiqaruvchida ham qilinadi. Chakana oddiy do'konlarda ham. Bu borada qanaqa tegishli javobgarlik yoki uni o'sha huquqbuzarlik holatini bartaraf qilinish masalasi? Intellektual mulk huquqiga rioya qilinishini, ya'ni huquqbuzarlik holatini aniqlash bu huquq egasi yoki uning ishonchli vakilining murojaatiga asosan amalga oshiriladi, chunki unga tegishli bo'lgan tovar belgisi buzilyapti-da, shu buzilayotganligi to'g'risida ma'lumot ularning roziligi asosida amalga oshiriladi. Va bundan tashqari yaqinda Vazirlar Mahkamasining 441-sonli 2024-yil may oyida 441-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror ya'ni intellektual mulk sohasida nazorat xaridini amalga oshirish. Bu qarorning asosiy maqsadi nimadan iborat? Ya'ni mana yuqorida aytib o'tgandek, ilgari huquq egasi yoki uning ishonchli vakili o'zi harakat qilib, o'zi kontrafakt mahsulotni topib, adliya organlariga ma'lumot berish kerak edi. Bu endi ancha qiyinchilik tug'diradi. Misol uchun moliyaviy jihatdan, keyin tajriba jihatidan, imkoniyatlar jihatidan, misol uchun vakolat doirasidan chegaralab qo'yilgan edi, chegaralangan edi. Endi adliya organlari o'zi, misol uchun o'z tashabbusi bilan bozorlarda, do'konlarda o'rganishlarni o'tkazadi. Birinchi, tadbirkorlik subyekti faoliyatiga aralashmagan holda iste'molchi sifatida mahsulotni ko'radi, mahsulotni ko'rib, nazorat xaridini amalga oshiriladi. Nazorat xaridi sotib oladi. Sotib olamiz, u cheklari bo'ladi va bu haqida huquq egasiga ma'lumot beriladi. Misol uchun kontrafakt ehtimoli bo'lgan mahsulotni ko'rib qoldik. Mahsulotni ko'rdik. Mahsulotni ko'rganimizdan keyin iste'molchi sifatida buni xarid qilamiz. Xarid qilib, bu haqida huquq egasiga ma'lumot beramiz. Magazinga kirdiz, Pumani kontrafaktini oldiz. Bozor, magazin. Sherzakaga mana shunaqa yangi Puma chiqaribsizlar deb aytasiz. Xuddi shu aytadilarki, "Yo, bu Puma bizani Puma emas." Shunaqa holatda qanaqa keyin bo'ladi Sherzaga? Keyin huquq egasining roziligi bilan biz ariza beramiz. Siz vakilsiz, Pumadan so'raysiz. Pumadan so'raymiz. Chunki Pumada bir vaqtning o'zida butun dunyodan bunaqa ma'lumotlar kelib turadi. Ular rozilik bergandan keyin biz ariza beramiz adliya vazirligi yoki organlariga shu chora ko'rish. Buxorodanman. Turizm shahri, Buxoro ham hisoblanadi. Turistlar kelgan payt ancha yil bo'ldi bunga. Kelgan payti ko'rishgan, kafe, Starbucks yozilgan o'sha belgisi, hammasi bor, kirishganda uni aytibdi, oddiy tilda trivadnom deydi-ku, o'sha oddiy kofe damlab berishgan. Keyin ular endi siz anaqa emas, bilmayman qanday qilib o'sha chet ellik mehmonlar e'tiroz qilgan. Starbucksgacha. Yozganmi endi uni rasmiy sahifasiga. Bu masala bu yoqqacha kelgan, shu holat Buxorodagi mana o'sha kafega nisbatan chora ko'rish masalasi ko'tarilganda, lekin shu qanaqadir muddat berilgan, almashtirib, hammasi qilgandan keyin u masala, ya'ni huquqbuzarlik oldi olingan. Bu holatni aytmoqchimanki, tadbirkorga nisbatan bir qadam oldin borish ham bormi? Ya'ni chora ko'rish bilan emas, o'sha emblemalarni olib tashlagandan keyin chora bo'y berilgan foyda degan narsalar bor. Ya'ni sizdan vakil tomonidan so'raysiz. Bu holatda faqatgina shu zararni qoplash, foyda, tovon masalalar bilan bo'ladimi yoki qanaqadir oddiy ogohlantirish taqdimnoma bartaraf qilish bilan ham tugaydimi? Hayotdagi juda ham o'rinli savol bo'ldi. Ko'p holatda, ya'ni bu yoqda ishlab chiqaruvchi bor yoki import qilgan shaxs bor va
sotuvchi bor. Sotuvchi bilmasligi ham mumkin. Bu kontrafaktmi, kontrafakt emasmi? Shartnoma asosida sotib oldim, pulni o'tkazib berdim, soliqlarni to'layapman. Nima e'tiroz? Endi bizda haligi huquqiy ongimiz qattiqroq yuqoriroq bo'lishi mumkin, qattiqroq pastroq bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda qanaqa bo'ladiki, sotuvchiga nisbatan oddiy e'tiroz qilinadi. Tushuntirish beriladi. Og'ayni, bu kontrafakt, sotish mumkin emas. Qancha vaqt senga kerak, shuni yo'q qilishga va kelajakda boshqa olmagin. Ya'ni unga tushuntirish. Bitta sotuvchiga tushuntirsangiz, yarim bozor ishlab narsani. Ishlab chiqaruvchi bunga ham ko'rish kerak, u buni bilib qilyaptimi? Birinchi holatimi? Mas'uliyatni biladimi, qonunchilikni biladimi? Shunga qarab ariza berib, sudga berib, ularni hali qiynashimiz mumkin yoki-da sen yaxshisan, bo'ldi qaytarmagin, bu noto'g'ri deb tushuntirish berish mumkin. Agar u tadbirkorlik subyekti YTT bo'ladigan bo'lsa, qonunchilik bilan bizda adliya organlarida huquqbuzarlikni bartaraf etish bo'yicha taqdimnoma kiritiladi. Taqdimnoma kiritib, imkoniyat beriladi olib tashlash to'g'risida. Agar 30 kun yoki ma'lum bir muddat ichida shu huquqbuzarlikni bartaraf etmasa, keyinchalik chora ko'riladi. Krossovka ham desak, o'sha Puma degan belgisini olib tashlasa, siryo deydi-ku, Ya'ni o'zi o'sha krossovkani o'zi emblema olib tashlasa, o'zida qoladi tadbirkorning ishlab chiqaruvchida ham bo'yicha qoladi. shunaqa, shu kontrafakt alomati mavjud bo'lgan, shu aytaylik shu belgisi olinadi. Belgisi olinadi, mahsulotni o'zi qoladi. Endi ikkinchi masala, endi holatni aniqladik. Mahsuloti bor. Endi buncha mahsulotni bozorda olib chiqqan, tayyorlagan. Aytganingizdek, yo bilib qiladi, yo o'shan bilmasdan qilgan. Endi bilmasdan qilganlarga qanday yordam beryapmiz biz? Bunaqa holatlarda shu yuqorida aytib o'tgandek taqdimnoma kiritganmiz. Bu yaqqol bitta misol sifatida aytib o'tirish mumkin. Bisiptol. Bisiptol dori vositasida Beseptal deb chiqargan holat bo'lgan. Bu bo'yicha tadbirkorlik subyektiga taqdimnoma kiritilgan. 2000 dan oshiq qadoq yo'q qilindi. Lekin ustiga boshqa qadoqni boshqa nom bilan chiqardi. Lekin dorining xususiyati shu. Bisiptol ma'lum bir bosh og'riqni qoldirishga qaratilgan dori vositasi bo'ladigan bo'lsa, uni nomini yangi nom qilib o'zgartirib boshqa nom bilan chiqaradigan bo'ldi. U yangi o'zini yangi brendini yaratishga amaliy yordam beriladi, misol uchun, yoki bir boshqa bir nomni o'ylab farm agentlikdan ro'yxatdan o'tkazishga amaliy yordam beriladi. Lekin huquq egasini Bisiptol tovar belgisidan foydalanish holatini o'z xohishi bilan bartaraf etgan. Endi bu borada kontrafakt emas, ro'yxatdan o'tmagan brendlar masalasiga ham to'xtalib o'tsak, ya'ni siz borganingizda aynan ro'yxatdan o'tmagan, nom qo'yilgan mahsulot sotilayotgan bo'lsa, bu borada ham bir qo'shimcha qilib ketsak. Endi belgini tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish bu majburiyat emas, lekin tavsiya etiladi. Ma'lum bir tadbirkorlik subyekti mahsulot ishlab chiqarganda, albatta mahsulotni taniqli qilish uchun, uni mashhurlikka erishish uchun albatta yaxshi o'ylab topilgan nom yoki bir logotip yoki belgi. Bu belgini davlat ro'yxatidan o'tkazib qo'ysa, belgi o'z navbatida tovar belgisiga aylanadi. Ya'ni intellektual mulk obyektining bir turi bo'ladi. Va u ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin bu tovar belgisidan boshqalar foydalanish bo'yicha monopol huquqiga ega bo'ladi, ya'ni eksklyuzivlik huquqiga ega bo'ladi. Shunga biz doim tadbirkorlik subyektlariga tavsiya qilamiz, o'zgalarning biridan foydalanish emas, ya'ni yangi bir ijodiy yondashib belgi yaratib, uni davlat ro'yxatidan o'tkazishda, talabnomalar topshirishda doimiy amaliy yordam berib kelinadi. Belgilarni tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish majburiyat emas, lekin bu tavsiya etiladi. Endi hozir rivojlandi, ijtimoiy tarmoq, rebrending, reklama rivojlanib, mahalliy anaqamiz tadbirkorlarimiz ham o'zini brendini yaratyapti-da. Shularga bir ham nima deydi, ham o'sha bu yo'nalishdagi advokat, vakil sifatida ularga nima bir tavsiya bera olasiz bu borada? Birinchidan, ro'yxatga o'tkazish masalasi nima beradi ularga? Va ikkinchidan, u huquq buzilib qolsa, ya'ni o'zini brendiga oid bo'lgan huquq buzilsa, o'sha bo'yicha bir qisqacha bir tushunchali savol. Bizning oldimizga faqat intellektual mulk bo'yicha emas, hali firma ochish yoki hali qandaydir korporativ savollar bo'yicha ham kelishadi. O'shanda biz har doim aytamizki, birinchi bo'lib tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazib oling. Nimaga? Chunki agarda brend mashhur bo'lib ketsa, albatta egasi chiqadi. Patent trollari degan tushuncha bor, ya'ni mashhur brendlar agarda bo'sh bo'lsa, ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, uni ro'yxatdan o'tkaztirib olib, keyin sal vaqt o'tgandan keyin
oldiga kelib, brend maniki, ishlab chiqarishni to'xtatgan, bo'lmasa senga jarima qilaman, o'sha sudga beraman, boshqa qilaman. Taqiq qo'yaman bu brendni ishlatishga. Sen o'g'irlayapsan deb o'sha ta'magirlik deydimi bu narsani, boshqa narsa deydimi, katta miqdorda pul undirilganligini biz eshitganmiz. Tadbirkorlar bunga javoban nima deyishadiki, tovar belgisi bu nima deydi, rasxod deyishadi. Keyin tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish ham o'rtacha bir 7-8 oy. 7-8 oy men nima ishimni boshlamaymanmi, buni kutib o'tirishim kerakmi degan tushunchada, yo'q, biza deydi birinchi ishi qilaylik, brendimiz yurib ketsa, keyin ro'yxatdan o'tkazamiz. bu savolga qaytib kelamiz deyishadi-da, unda kech bo'lishi mumkin. Unda kech bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib bu mutlaq huquqingiz. Dunyoda shunaqa kompaniyalar borki, ularni bor yo'g'i intellektual mulk. Apple kompaniyasini olsak, agarda Appledan hozir shu patentlarini, ixtirolarini, tovar belgisini, intellektual mulk obyektlarini olib qo'ying, hech narsa qolmaydi. Oddiy nima deydi, milliard kompaniyadan oddiy amerikanskiy kompaniya bo'lib qoladi. Ya'ni intellektual mulk bu ham alohida mulk. To'g'ri, uni ushlab ko'rish qiyin, lekin mutlaq huquq, bezorga aytganlaridek, monopol huquq. Sizni shu brendingizdan sizni raqobatchilaringiz ishlatmasligi uchun. San'at yo'nalishi juda ham aktual. Bu borada hozir kimdirni qo'shig'ini aytyapti, kimdir she'rini aytyapti, kimdir rasm masalalari bor. Bu borada hammacha bir alohida bir qonunchilikdagi o'zgarishga qisqacha to'xtalsangiz. Mavzu doirasida gaplashib o'tirganimizda javobgarlik masalalariga to'xtadik. O'zi javobgarlik intellektual mulk huquqini bir turlari, ya'ni mualliflik va turdoshlik huquqi, tovar belgilari, firma nomlari, tovar kelib chiqqan joy nomlaridan, ya'ni intellektual mulk huquqlaridan noqonuniy foydalanganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan. Ya'ni bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 177, 177 prim 1, 177 prim 2 moddalar bilan, ya'ni tovar belgilari, mualliflik obyektlari, shuningdek sanoat mulklaridan noqonuniy foydalangan uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Mana hozir 4 yil, 5 yildan beri bu soha, ya'ni 2020-21 beri Adliya vazirligiga o'tgandan beri ancha rivojlanib, bu soha bo'yicha chora ko'rib kelinmoqda. Lekin shu 4 yil, 5 yil ichida javobgarlik choralari ko'paydiki kamaymayapti. Yildan yilga oshib bormoqda. Ya'ni bu degani ma'muriy javobgarlikda belgilangan sanksiyalarimiz u qadar ta'sirchan deb bo'lmaydi. Xalqaro tajribaga yuzlanadigan bo'lsak, misol uchun Germaniyani olamizmi, Fransiyani olamizmi? Fransiyada misol uchun intellektual mulk huquqidan foydalanganligi uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish hamda 2000 yevro jarima belgilangan. Bundan tashqari Qozog'istonda, Rossiyada jinoiy javobgarlik masalalari belgilangan. TRIPS xalqaro shartnomasini olib qaraydigan bo'lsak, ushbu shartnomaga a'zo bo'lgan davlatlar o'z qonunchiligida intellektual mulk huquqini buzganligi uchun jinoiy javobgarlik masalasini belgilab o'tish shartligi ko'rsatilgan. Bu yil O'zbekiston Respublikasi, shu yillarda O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda va qo'shilishning asosiy talablaridan biri bu intellektual mulk huquqiga rioya qilinganligi. Va intellektual mulk huquqiga rioya qilinishi uchun javobgarlik masalalarini kuchaytirishimiz kerak. Shu sababli bu yil Adliya vazirligi vakolatli davlat organlari bilan hamda nodavlat notijorat tashkilotlar bilan, advokatlar bilan qonun loyihasi ishlab chiqildi. Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish bo'yicha, ya'ni 149-moddasi bor edi. Bu ya'ni tafakkur, nomulkiy huquqlardan foydalanganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan edi, lekin aynan intellektual mulk o'zidan foydalangan uchun javobgarlik yo'q. Shuning uchun 149 prim 1-moddasi kiritildi. Bunda ya'ni o'zganing tovar belgisi, firma nomi, tovar kelib chiqqan joyi, geografik ko'rsatkichdan va firma nomidan noqonuniy foydalanish oqibatida ko'p miqdorda zarar yetkazilsa, bazaviy hisoblash miqdorini 75 dan 150 baravarigacha jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish sanksiyalari belgilab o'tildi. Hozirda qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Bu kuchga kiradigan bo'lsa, bu qonun kuchga kirishi bilan mamlakatimizda ya'ni javobgarlik masalalari kuchayadi va bu bilan shuni aytib o'tish kerakki, huquqbuzarlikni sonini kamaytirishga
erishamiz degan umiddaman. Ruxsatlarda manimcha bu kontrafakt masalasi, bu yo'nalishlar bo'yicha masala qo'shimcha fikrlar qolmagan bo'lsa yakunlasak, faqat oxirida bitta narsa bizani tomoshabinlarimizga bevosita fikr, taklif, tavsiya bo'lsa agar bemalol shularni bildirishlari mumkin va shundan keyin yakunlasak bo'ladi. Ertaga Qonunchilikka rioya qilish, intellektual mulk obyektlari, xususan tovar belgisida ko'proq uchraydigan holat, o'zgani tovar belgisidan ruxsatsiz foydalanmaslik, agar foydalanish niyat bo'lsa ham huquq egasi yoki ularning ishonchli vakillari bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzgan holda foydalanish yoki eng yaxshisi o'z brendiga, tovar belgisiga ega bo'lish, uni davlat ro'yxatidan o'tkazish. Qancha tovar belgisiga ega bo'lgandan keyin ushbu tovar belgisi davlat tomonidan himoya qilinadi. Bezot akaning so'zlariga qo'shilgan holda intellektual mulkni hurmat qilishga chaqirardim. Intellektual u ham mulk, uni usha olmasangiz ham baribir nomoddiy mulk hisoblanadi. O'shanga intellektual mulkga bo'lgan huquqlarni buzmaslik kerak. Iloji bor bo'lsa o'zingizni brendingizni ishlab chiqarib yoki franshiza shartnomalari orqali shu mashhur brendlarga huquqlarni rasmiy ravishda ishlatishni tavsiya qilaman. katta rahmat. Rahmat. Endi oxirida nima deymiz? Asosiy masala bu huquqni bilish kerak, huquqni bilishga intilish kerak, madaniyatni oshirishga, qonunchilikni bilish kerak. Bu borada, ya'ni bitta narsa aytadiki, qonunni bilmaslik hech qachon javobgarlikdan ozod qilmaydi. Buning uchun, ya'ni bizlar tadbirkorlik subyektlari uchun, masalan, brend egalari uchun mahalliy bo'ladimi yoki o'sha brend ishlab chiqarmoqchimi yoki o'shani yo'lga qo'ymoqchimi, adliya organlari doimiy tayyor. Bizlarda tumanlargacha adliya bo'limlari bor. Bevosita har qanday huquq tushuntirish berish uchun murojaat qilishlari mumkin. Bu borada tegishli barcha huquqiy yordamlar, huquq tushuntirishlarni amalga oshirishga doim tayyor adliya organlari. Asosiysi qonunga itoat qilish, qonunchilikdagi barcha huquq majburiyatlarga amal qilish lozim. Umuman aytadigan bo'lsa, ya'ni birovni huquq chegarasida o'sha bir shaxsning huquqi boshqa shaxsning huquq chegarasi boshlanadigan joyda tugaydi. Bu mavzuda ham xuddi shunday. Bu brendlar, bu mahsulotlar kimnidir mevasi, xatti-harakati, mehnati va bir-birimizni huquqimizni hurmat qilishni o'rganishimiz kerak. Hammalaringizga katta rahmat e'tibor uchun. Bugungi obyektiv sonni yakunlaymiz. E'tiborlar uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.